mumkin. Mushuk boqish mumkin, boqilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam mushukni haqida u sizlarning atrofingizda aylanib yuradigan hayvonlardan deb yaxshi gaplarni aytganlar. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning sahobalaridan Abdurrahmon ibn Saxr nomli zot roziyallohu anhu mushuklarni yaxshi ko'rib, ko'pgina mushuklarni boqib yurganlari uchun Payg'ambar alayhisolatu vassalamning taraflaridan Abu Hurayra degan kunyani olganlar. Ya'ni mushukchaning otasi degan ma'noda. Mushuklarni ko'p boqib, o'shalarni yaxshi ko'rib yurganlari uchun shu kunyani Rasul akram alayhisolatu vassalam mazkur sahobiy radhiyallohu anhuga berganlar. Ana shu ma'noda demak mushuk uy hayvonlari sifatida boqishilishi mumkin. Hech qanday man qilish bu ma'noda